vineri yoki o'sha keramik koronkalarni, dioksid sirkonlarni kimlarga qo'yish kerak degan savolga javob. Bu bemor misolida bularda ham xuddi shunaqa muammolar bo'lgan. Eski plombalari yoki ham живой tishlari bor, bir ikkita qolgan oldidagi живой tishlari. Lekin eski koronkalar va juda katta plombalarga, va eski koronkalarga viner qo'yib bo'lmaydi. Sababi viner juda ham yuqa narsa. Vineri asosan tishlarning rangi, formasi, lekin shu bilan birga tishlari живой, ya'ni tirik bo'lgan, o'sha rangidan qoniqmayotgan insonlarga qo'yish tavsiya beriladi. Bu bemor misolida shunaqa tishlari bor yo'g'i bir 5-6 ta o'zlarining tishlari shu parametrlarga, formalari yoki ranglariga to'g'ri kelmasdi. Umumiy konstruksiya uchun biz shu tishlarga viner qo'yib, qolgan tishlar nervlari olingani, juda katta plombalar borligi, eski koronkalar borligi va juda ham ko'p mostovidniy ko'priksimon protezlari bo'lganini hisobiga bu joyda biz gibridniy konstruksiya qildik. Gibridniy konstruksiyada bizda to'liq qoplama bo'ladi. Dioksid sirkonning o'zlarining qiyshiq tishlari va mostlari, koronkalari yoki eski mostlari bu ham dioksid sirkon bo'ladi. Faqat o'zlarining tishlariga vinerlar bilan biza prikusni to'g'irlash uchun juda ham kam chaqlanadi viner uchun. Vinerga juda ko'p chaqlanmaydi. 0,3-0,5 mm chaqlanadi. Vinerlar bilan yoki koronkalar bilan tiklaganimizdan keyin esa bu holatga keldi. Mana ko'rib turganinglardek, boyagi prikusdagi muammolar, jag'lardagi muammolar to'liq shu keramik koronkalar bilan, vinerlar va sirkonlar bilan to'liq yechildi va juda ham chiroyli estetika va kuchli mustahkam konstruksiyaga ega bo'ldi bemorimiz. Agar sizda ham tishlaringiz bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa yoki o'sha kulayotganingizda, ovqat yeyotganingizda yoki estetik nuqsonlar bo'layotgan bo'lsa, biz City Dental klinikamiz bilan sizga xuddi shunaqa ishlar qilib berishga tayyormiz. Uning uchun mana shu quyidagi raqamlar bilan bog'lanib